Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Adab Ahlul Qur'an kitabının davamı. Birinci muhadiranın davamı. Üçüncü, adab ahlakının faziletini gösterdiğin tekisler hakkında. Qur'an-ı Kerim'de ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetinde ve sahabe ve tabiinlerden ibaret ilgirki seleflerinin sözlerinde Allah onların hamisinden razı bulsun. Nurgulluğun tekisler, Qur'anның ayetleri, hadisler, sahabelerning sözleri kelgan. Bularning hammasi adab axloqning fazilatini, ortiqchiligini ko'rsatdi, bildirdi va go'zal axloqning fazilatini ham ko'rsatdi. Va bu go'zal axloqlar bilan zinnatlanish, buningga herisman bo'lishning muhimligini, zurriyatini ham tushundirdi. Shuning uchun islom dinimizda Alloh taologa hamd sanolar bo'lsinki, biz nurg'ulg'an naslarni, tekislarni va ulgularni ko'ra olamizki, bular go'zal adab axloqlar bilan adablanish, go'zal axloq bilan, go'zal xuluq bilan axloqlanishni axloqlanishga bizga yordam berdi shu tekislar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambari sallallohu alayhi va sallamga tasanna o'qigan chaqda, ya'ni uni maqtagan chaqda qalam surasida shundoq dedi: "Va innaka la ala xuluqin azim." Haqiqatan sen go'zal, buyuk axloq ustidasan. Bu oyatda xuddi Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni faqatla go'zal axloqliq bo'lganligi uchunla maqtagandek qiladi deydi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni faqat va faqat go'zal axloqdan iborat sifati bor deydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sifatining qatoridan go'zal, buyuk axloq ustidir. Bu to'g'risidagi oyatlar nihoyat ko'p bo'lib, buning qatoridan Allah subhanahu wa ta'alaning bunu so'zi: "Xuzil afva va'mur bil urfi va a'rid anil jahilin." Apuni tutqin, apu qilgin, yaxshilikqa buyurgin va nadallardan yüz o'rgin, ular bilan tang bo'lmag'in. Bu oyat Ja'far Sodiq tilga olganda, ya'ni bu oyat haqida Ja'far Sodiq shundoq degan: "Hazihi ajma'u ayatin li makarimil axloq." Mana bu güzel axloqlarni o'ziga mujassamlagan oyat bo'lib va go'zal buyuk axloqlarni mujassamlagan eng o'zida mujassamlagan oyatdir. Ya'ni apunda tutqin, yaxshilik buyurgin va nadallardan yuz o'rgin. Apunda tutqin degani sana oson bo'lganni tutqin va kishilarning axloqidan takalluf qilmasdan, o'zingni charchatmasdan, zo'limasdan sana sözük bo'g'ilni, ya'ni o'zingga yaqinni yaxshi deb qaraganingni tutqin. Yaxshilikqa buyurgin. Go'zal axloqlar bilan deydi va kishilar shunga ko'ngan, tunigan kishilar ichida go'zal axloq deb qaralgan go'zal axloqlarga buyurgin. Yaxshilik buyurgin va nadallardan yuz o'rgin. Ya'ni sana tang turib aldığını tutup, yolunu tutsuvagan, yolunu toxtugan müşnak kişilerden yüz örgün. Çünkü insan ahlakı qanchalik güzel bulup ketişten qat'i nazar, onun yolunda, onun muamelatlarda, gündelik muamelatlarida onun yamanlık qiladigan, onun acığını keltiradigan kişilerden xali emas. Şunun üçün o bundaq nadan insanlardan yüz örüşke buyurulgandır. Buna qatardan yana Allah subhanahu wa ta'ala'nın bunu sözü: "Ve qulu linnasi husna." İnsanlarga, kişiler güzel söz qılыңlar. Ana Allah subhanahu wa ta'ala'nın bunu sözüdür ki: "Ve qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Bendelerimge aytqin ki, ular en güzel gapni qilsin. Muşunun hammasi Allah subhanahu wa ta'ala muş ayetler, Allah'ın muş ayetlerinin hammasi gap söz qilganda adab axloqliq bo'lishga qiziqtiradi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bunun sözü: "Müminlerge qarindoshlaringlarning o'ttirisini o'ngshanglar." Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın bunun sözü: "Ularning ko'pincha paranglarida yaxshilik yo'q,
faqatla sadaqa berishga buyurgan, yaxshilikqa buyurgan, kishilar o'ttirisini tuzashga, isloh qilishga buyurgan gap so'zlardan boshqa so'zlarda yaxshilik yo'q. Mana shularning hammasi go'zal axloqlarning qatoridan. Va sizlar yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar alayhissalom Hira g'aridagi vaqtida Jibril alayhissalom uning qishiga kelgan vaqtida payg'ambar alayhissalom Xadija radhiyallohu anhaning qishiga qaytib, uningga o'zi yo'liqqan ishlarni deb berganligini eslayalaysizlar. U chaqda Xadija onamiz, ya'ni payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishdan oldidagi gap. Xadija onamiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shundoq deganki, Alloh bilan qasamki, Alloh sizni hargiz rasvo qilmaydi. Chunki siz qiyinchiliklarni ko'tirsiz, qiyinchilik qilgan kishiga yordam berasiz, mehmonni yaxshi mehmon qilasiz va zamonning musibatlari tushgan qiyinchilik qilgan kishiga ham yordam berasiz. Buni sizlar mundaq mulohiza qilsanglar, o'ylanib baqsanglar bo'ldi. Xadija radhiyallohu anha tilib o'tgan musibatlarning hammasi payg'ambar alayhisolamning adablari, go'zal axloqining qatoridan iborat alayhissalatu vassalam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islomda keldi go'zal axloqlarni mukammallashtirish uchun. Hadisda kelgandek, men go'zal axloqlarni mukammallashtirish uchun, takammallashtirish uchun avatildim. İslam mushu go'zal axloqlarni maqtiladigan isl axloqlarni texmi va kuchlantirish uchun keldi. Bu go'zal axloqlar asl islom dinidan burun mavjud bo'ldi, lekin payg'ambar alayhisalom bularni texmi kuchlantirish uchun, texmi kishilar orasida rivojlantirish uchun, mukammallashtirish uchun keldi. Bundan dalillaridan yana payg'ambar alayhisalomning mana so'zidir. Al-birru husnul xulq. Yaxshilik degan go'zal axloqdir. Payg'ambar alayhisalomning yana mana so'ziki, qiyomat kunida mu'minning tarozisida go'zal axloqdan ig'ir to'xtaydigan narsa yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo og'izni buzadigan, gap qiladigan bundaq kishini yomon ko'radi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilar shu sababdan jannatga kiradigan, ya'ni eng ko'p narsa haqida so'ralgan vaqtida dediki, Allohga taqvodorlik qilish va go'zal axloq. Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: Mu'min kishi chuqum go'zal axloqi bilan kunduzlari ro'za tutgan, kechalari qiyam turib namoz o'qiydigan bundaq kishining darajasini topalaydi. Imom Ahmad va boshqalar rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam go'zal axloq bilan sifatlangan kishilarning o'ziga eng suyimli kishi bo'lganligini va qiyomat kuni o'rin jihatda uning eng yaqin bo'ladigan kishi ekanligini deb berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaqt shundoq degan: "Menga eng suyimli bo'lganinglar, qiyomat kuni o'rin jihatda eng yaqin bo'lganinglar, eng yaqin o'ltirganinglar menga sizlarningki axloqinglar eng go'zal bo'lganidir." Tirmiziy rivoyat hadis. Bu vaqtdagi hadislar va asarlarni aytib ko'p, mayli Qur'on Karimda bo'lsin yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarida bo'lsin. Allama Muhammad ibn Abdullah Daraz rahimahulloh bir kitob yozgan bo'lib, u kitobini Qur'on Karimdagi axloq dasturi deb atagan. Va uningda Qur'on Karimda kelgan go'zal axloqlarni tafsili bayon qilgan va nurg'un vasilalar orqali uningga tashabbus qilgan, qiziqtirgan. Qur'on ahli, Qur'onni o'rganadigan, Qur'onni ko'tarib mangan kishilar, Qur'on yodlagan kishilar, Qur'on bilan amal qiladigan kishilar, Qur'onga hamroh bo'lgan kishilar va Qur'onni tushunadigan faqihlar, ilm talab qilgan o'quvchilar, ya'ni har qanday bir vosita orqali shu Qur'on Karim bilan mashg'ul bo'lib, Qur'on Karimdan bo'layotgan har qanday bir kishi axloq jihatdan, adab jihatdan eng mukammal bo'lishi kerak.
farzlarga ching islish, vojiblar, sunnat ishlarga ching islish, andan keyin harom ishlardan yiroq turish, makruh ishlardan taqatning aytishicha yiroq turish qatorliqlarga diqqat qilish kerak. Hatto bular Qur'on ahli kishilarga ulgu bo'lish uchun va kishilarning orasida kishilarning agishish uchun bir ulgan namun bo'lish kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo deydiki, bu kitobni bu muborak kitobni biz nozil qildik. Sizlar uningga agishinglar. Alloh taqvodorlik qilinglar, rahim qiling'aysizlar dedi. Ey sevimli qarindoshlar, Qur'on o'qigan kishi Qur'onga eng ching esilsa, Qur'onning axloqi bilan axloqlanishga eng bek herisman bo'lsa, uning hayotida Qur'onning axloqi eng bek aks etsa, bu nima degan go'zal ish-a? Oysha radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning axloqi qanaqdi deb so'ralgan vaqtda nihoyat hikmatli bir javob berdi. Undan qiz qarindishi Asmaning o'g'li Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu shunday so'ragan va bunday javob bergan: "Sen Qur'on o'qimamsan?" degandan keyin o'qiyma. Oysha radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning axloqi Qur'on edi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kishilarning ichida Qur'on axloqi bilan eng bek axloqlangan kishi edi. Qur'on Karim buyurgan axloqlarni nihoyat ching tutatdi, ching islatdi. Qur'on cheklagan axloqlardan yiroq turatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahoba kiromlarni mushu ish ustida, go'zal axloq ustida tarbiyaladi. Allah subhanahu va taolo Sura Tavbada bunu sözünü nazil qilgan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha va kunu ma'as sadiqin. Ey müminler, iman etgan kishilar, Alloh taqvodorlik qilinglar va sodiqlardan, rostchillardan bo'linglar. Mushu oyatni nazil qilgan vaqtida bu oyat G'azvat Tabuk g'azotidan ayrilib qolgan, Tabuk g'azotiga chiqmay qolgan 3 odamning qissasiningki xotimasi bo'lib kelgan. Bu 3 odam kimdi? Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabi' va Hilal ibn Umayya. Mushu oyat nazil bo'lgan chaqda Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu shunday deydi: "Ey Allohning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam, mening tavbamning mukammal bo'lganligidan men hayotli bo'ladi ekanman, rost gap qilaman, qat'iy yolg'on gap qilmayman" dedi. Bu sahoba radhiyallohu anhu mushu oyatningki ma'nosini mubasharatan, ya'ni darhol shu oyat tushgan hamon ching tutdi, ching esildi. Ey iman etgan kishilar, Alloh taqvodorlik qilinglar, rostchillardan bo'linglar. Bu oyatni ching tutib, men mushu dunyoda yashagan qolgan muddatimda men so'zlasamlam cho'qim rost gap qilaman. Hatto chaqchaq qilibmi, chaqchaq qilg'ashlar bo'lsa-mu, rost chaqchaq qilaman. Shuning uchun Qur'on o'quvchi, Qur'on ahli bu ishda bu har qanday gap so'zda, ya'ni boshqalarga ulga namun bo'lish kerak. İmam Muslim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet qilgan hadis bilan men bu so'zlarimni oxirlashtirishim mumkin. O shunday degan: bu hadis nihoyat muhim deydi. Ya'ni Qur'on ahli, Qur'on sahibini maqsad qilish jihatdan nihoyat muhim. Bu vaqtda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shunday degan: qiyomat kuni Qur'on va Qur'on ahli keltirildi. Qur'on bilan mush dunyoda amal qilgan, Qur'on amal qilgan. Taqdumuhu suratul Baqara va Alu Imron tuhajjani an sahibihima. Uning oldiga sur Baqara va Al Imron chiqib, bu
Sur Baqarani, Sur Al-Imranni o'qib amal qilgan kishi haqida hujjatlashidi. Ya'ni foydasiga hujjatlashidi. Qur'on Karim Sahih Muslimdagi yana bir hadis kelgandek, sening foydangga yoki ziyningga hujjat. Undaq bo'lgan ekan, Qur'on ahlidan bo'lgan maqsad bir darajatil ula, birinchi darajada Qur'on ahli. Ular Qur'onga amal qiladigan shu dunyoda. Qur'on amal qilib, mangdigan Qur'ondagi buyruqlarga amal qiladigan, cheklimlarni yanadigan kishilardir. Masalan, bir kishi Qur'on yodilgan, Qur'on o'qigan kishi bo'lsa, ammo u amal qilmasa, bu sifatni elishga u loyiq emas. U ahlul Qur'on deb bunaq sifatlanishga loyiq emas. Lekin Qur'on ahli ular shu Qur'onga shu dunyoda amal qiladigan kishilardir. Shaksizki bu kishilar faqat shu Qur'onni o'rganganda, bilganda, o'qiganda ondan amal qila oladi. Bilmay turib, o'qimay turib amal qila olmaydi. Qur'onningki ahkomlarini tushunganda deydi. Shuning uchun Qur'onning hayotlarida chek-chegaralarida to'xtash, adablar bilan axloqlanish, uningki keltirgan misollardan, qissalardan ibrat olish, go'zal tilovat qilish bu sohibul Qur'onga shuna qilish kerak bo'lgan ishlar. Ibn Kasir rahimahullah bu ma'nolarni sharhlagan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning axloqiy Qur'on. Ibn Kasir rahimahullah shunday deydiki, buning ma'nosi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qur'on Karimni buyruqlarini ijro qilish. Mayli buyruq bo'lsin yoki cheklim bo'lsin, uni ijro qilish, ya'ni buyruqlarga bo'ysunib, cheklaganlardan yenish bu. Shunday qilish Payg'ambar alayhisolamning xarakteri, hatto tabiiy bir axloqi bo'lib ketgan, o'zining vujudiga mujassamlangan bir tabiat bo'lib ketgan. O'zininki bir xil tug'ma tabiatini tashlab, o'zi shu Qur'onga o'zini zo'lab, shu Qur'on amal qilib, bir go'zal axloq bo'lib shakllangan. Qur'on Karim buyurganlik ish bo'lsa, Payg'ambar sallam qiladi. Cheklagan ish bo'lsa, uni tark etadi. Bu yana Qur'ondagi shu axloqlardan axloqlanishdan sirat yana Payg'ambar alayhisolamni Alloh subhanahu va taolo hayo, sexiylik, shijoat, boshqa afu qilib o'tish, kang qo'rsaqlik qatorliq har qanday go'zal axloqning ustida Alloh taolo shuni yaratgan. Bundan boshqa yana shu Qur'on Karimning axloqi bilan ham ziyoda axloqlangan demakchi. Undaq bo'lgan ekan, Payg'ambar alayhisolamning axloq Qur'onda degan so'zning ma'nosi mushudir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qur'on Karimda qanday bir buyruq kelsa, bir axloqqa buyurgan buyruq kelsa, o shu axloqni chang tutadi. Shuningga bog'lanadi. Agar bir axloqdan nachar axloqdan cheklagan bo'lsa Qur'on Karim, uningdan o'zini tortadi. Shunga Qur'on sohiblari, Qur'on o'quvchilar, Qur'onda izlanadigan, yodlaydigan, o'rganadigan kishilar mayli maxfiy holatlarda bo'lsin, ochiq oshkor holatlarda bo'lsin, Allohning savobini umid qilib, jazosidan qo'rqib, o'zining ish harakatlari haqida o'ylanib tafakkur qilib, xatoliklari ustida o'z nafsidan hisob kitob elib, davomli Alloh subhanahu va taoloning o'zini ko'zitib turayotganligini his qilish kerak. Chunki kishilar
Qur'on sohiblari qaraydi. Qur'on yodlaydigan, o'gitadigan kishilarga nihoyatda hurmatlab turib, ularni cho'ng ko'rib, izzatlab qaraydi. Agar ulardan shu Qur'on ahlining axloqiga muxolif bo'ladigan zid ishlar sodir bo'lsa, yomon gumon qilib qoladi. Va yana shular ko'tirib olgan, shular zimmasiga olgan shu Qur'ong'imi ham yomon gumon qilib qoladi. Qur'on ahlininki, ya'ni dindor kishilarning, diniy zotlarning axloqsizliklari dinga bo'lgan o'shmanligini keltirib chiqarib qo'yish mumkin ba'zan odamlarningki. Din degan shunday narsakan qo'ydi. Payg'ambar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sahobalarni murtadlar qarshi jang qilish qiziqtirib, shuning bilan Yamama jangi yuz berdi. Musaylama kazzobninki agashkuchilari bilan. Bu jangda muhojirlarning bayrog'ini ko'tarib olgan kishi Abu Huzayfaninki azatkarisi Salim bo'lib, muhojirlar uning "Ey Salim, biz sen sababingdan, ya'ni sen ojizlik qilib qilib jangda bayroqni obdan ko'tarmay qilib, biz sening sababingdan jangda mag'lub bo'lib qolishimizdan ansiraymiz" degan vaqtida Salim radhiyallohu anhu bularningki gaplariga javob berib shunda dediki: "Agar sizlar men sababimdan mag'lub bo'lsanglar, undaqda men nima degan yomon, nima degan nachar Qur'on sohibiman" dedi. Va Salim rahimahulloh ashu jangda shahid bo'ldi. Buni ko'rish bo'ladiki, hatto shijoat tarafdimi ham, jangda mustahkam turish tarafdimi ham bu kishi bir Qur'on yodlovchi bo'lish va sahobalarning qorilarining kattalaridan bo'lish e'tibori bilan jangda mustahkam turish kerak deb qaragan va o'zi bilan birga bo'lgan har bir kishiga ulga namuna bo'lish kerak deb qaragan. Qur'on sohibi, Qur'on ko'tarib olgan, Qur'on yodilgan va kishi bo'lish e'tibori bilan jangda mustahkam turish, musulmonlar u sababdan, u tarafdan bir mag'lubiyat uchirmaslik kerak deb qaragan. Ben bu muhadarani, bu leksiyarimni Ajiri rahimahullohning Qur'on homiylarning, Qur'on ko'targuchilarning, Qur'on sohiblarining axloqi deb ism qo'ygan shu kitobidagi bir go'zal so'zlar bilan oxirlashtiraman. Ajiri rahimahulloh bu kitobning oxirida shunday deydiki, Qur'on sohiblari Qur'on Karimni o'zining qalbining qalb bahor qilish kerak. Qalbi xarablashgan taraflarini Qur'on bilan avod qilish, Qur'onning adablari bilan adablanish, Qur'onning go'zal axloq bilan axloqlanish va Qur'on o'qimaydigan boshqa kishilardan mushu go'zal axloqlar bilan farqlanib turish kerak. Ya'ni u Qur'on sohibi, Qur'on yodilgan, Qur'on o'rganadigan kishilar, Qur'on biladigan kishilar go'zal axloq tufayli va isil axloqlari, fazilatlari bilan boshqa kishilardan farqli bo'lish kerak. Chaqnab turish kerak, ya'ni go'zal axloqi bilan, chunki u Qur'on ahlidandir. Ajir rahimahulloh yana shunday deydiki: فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله. Qur'on sahibi yana mayli maxfiy yushurun holatlarda bo'lsin yoki oshkor holatlarda bo'lsin, Allohning taqvoligini, Alloh taqvodorlik qilishni qo'llanish kerak. Davomli Alloh taqvodorlik qilish kerak. Bu u qilish tegishli bo'lgan birinchi ishdir. Yana taqvodorlik qilish kerak, ya'ni yemek ishmaklarda, kiyim kechaklarda topgan shu pul topgan bo'lsa, tijoratlarida naytdi diqqat qilish kerak, shu bilik ishlardan jiroq turish kerak. O'z zamonini naytdi obdan tushunish kerak. U zamondagi kishilarning, yashayotgan kishilarning buzilib ketayotganligini bilish kerak. U mushu o'zining dinida shu kishilardan hazar aylash kerak, ya'ni
shu zamondagi buzilib ketgan ishlarning o'ziga uchrab qilib, o'zi masalan axloqsizlik qilib yoki harom bir narsa aralashib qilib degandek ishlarni qattiq diniga hazır bo'lish kerak shu yomon odamlardan. O'zining ishiga yuzlanish kerak. Buzulgan taraflarini axloq jihatdan bo'lsin, taqvolik jihatdan bo'lsin, buzulgan taraflarini o'ngshash qiyrisman bo'lish kerak. Tilini qo'g'dash kerak. So'zlarda farqli bo'lish kerak. Ya'ni nima deyapman, nima deyishim kerak, nima demasligim kerak, buni bilish kerak. Qur'on o'qisa, Qur'on o'rgansa, tushunib turib, tafakkur qilib turib, shuni o'rganish kerak. Allah subhanahu va taolo agishga buyurgan ishlar bo'lsa, uning agish kerak, cheklagan ishlardan yenish kerak. Uningki himmati men bir surni oxirlashtirsam bo'ldi demasdan, balki Allah Taala shu agishga buyurgan buyruqlar bo'lsa, uni tushunish bo'lish kerak. Uning himmati faqat oxirlashtirish bo'lib qolmasdan va yana uning himmati men qachon Allah bilan boshqalardan behojat bo'laman, qachon muttaqilardan bo'laman, qachon muhsin kishilardan bo'laman, tavakkul qiluvchilardan bo'laman, xushu qiluvchilardan bo'laman, sabr qiluvchilardan bo'laman bo'lish kerak uningki maqsadi. G'ami deb Hoji rahimulloh shu gaplarning oxirigacha shunday degan. Shunga qarindoshlar, men hozir sizlarga bu darsliklarni qilyapman. Va men shu sizlarga shu axloqlar bilan axloqlaninglar, Qur'on axloqlari bilan axloqlaninglar deganimdanki, men sergizmi men o'zim shu darsni so'zlayotgan, shu darsni yozgan odamniki leksiya so'zlagan kishiningki gaplari. Men shu adablarning hammasini o'zim mujassamlashtirib, uni chang tutib mangdim, amal qildim deganlik emas. Balki biz hammamizningki yetarsizliklari bor. Biz bu adab axloqlarni o'rganamiz. Allah subhanahu va taolo bizlarni hammamizni shu adablarni o'zimizga mujassamlashtirishga, rioya qilishga, muvaffaq qilishni so'raymiz, axloqlanishga. Biz adab axloq degan nima? Va shu adab axloqlar bilan o'zimizni axloqlantirish, adablar bilan zinnatlanish qanday bo'ladi deganlarni o'rganmoqchi. Uningdan keyin Alloh taolaning insonga muvaffaqiyat ato qilishi, insonni sabr qildirishi, uni insonning o'z nafsi bilan kurash qilishi, qatorliq shu axloq bilan axloqlanishi, qatorliq shu axloq bilan axloqlanish uchun Allohning tavfiqi, insonning o'z nafsi bilan kurash qilishi, sabr qilishi, qatorliq ishlar qiladi. O'rgangandan keyin biz buningga tirishimiz, Allohdan tavfiqini so'raymiz deydi. Bu bir nayt kang bab bu adab axloq haqidagi. Har kishi o'zini o'zi obdan biladi. Va Allah subhanahu wa taolo qaysi axloqlar uni muvaffaq qildi, uni o'zi biladi. Lekin biz shu adablar bilan axloqlanishda naytni tirishchilik ko'rsatmasak bo'lmaydi. Bu adablarni oldindan o'rganamiz, ondan o'zimizga mujassamlashtirib, bu axloqlarni o'zimizga o'zlashtiramiz. Hatto bizniki ruhiyatimizda, ma'naviyatimizda, nafslarimizda bir bu axloqlar xuddi bizniki xarakterimiz bo'lib, tabiatimiz bo'lib shakllandi va takallub qilmasdan, zo'mizo men zatim işte sabrchan bo'lsam bo'ldi, men rostchil bo'lsam bo'ldi deb takallub qilmasaqmi, o'zimiz tabiiy rostchil, tabiiy chiroyli gap qiladigan, adab axloqliq, taqvo bo'lib ketimiz deydi. Alloh subhanahu va taolodan bizni va sizlarni go'zal axloq, adablar bilan axloqlanishga muvaffaq qilishini so'raymiz va
Qur'onning adablari bilan adablanishni rizq qilib berishini so'raymiz. Hammamizni Qur'on Karimning ahlidan qilishini so'raymiz. Chunki Qur'on ahli kimlar? Allohning ahli, ahlulloh. Allohning ahli, Allohning xos kishilari. Inshaalloh keyingi qatimliq leksiyada uchrashaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.